Agar mulk, ya'ni uy-joy pensioneri nomida bo'ladigan bo'lsa, yer solig'i to'liq to'lanadi. Mulk solig'ini 60 kvadrat metrgacha bo'lgandan soliq imtiyozini qo'llash mumkin. Agar u dom bo'lsa va umumiy maydon 60 kvadrat metrgacha yoki 45 gacha yoki shu 60 kvadrat doirasida bo'ladigan bo'lsa, demak to'liq ular soliqdan ozod bo'ladilar va to'lashmaydi. Sababi yer solig'i o'zi shundoq ham to'lanmaydi domda, mulk solig'i 60 kvadratgacha bo'lgani uchun va u aynan o'sha dom pensioneri nomida bo'lgani uchun demak soliqdan ozod bo'lgan bo'ladi. Agar domni kvadrati 68, 70 yoki 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, demak 60 kvadratiga faqat imtiyozi qo'llaniladi. Qolgan qismiga esa soliqni to'lab qo'yish kerak bo'ladi. Agar sizga hisoblab berilgan o'sha soliqlar ichida sizga imtiyoz qo'llanilmagan bo'lsa, pensiya guvohnomasini soliq inspektoriga ko'rsatish kerak bo'ladi va u soliq bazasiga kiritib qo'yilgandan keyin imtiyoz o'z-o'zidan shakllanadi. Agar to'lab qo'ygan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib beriladi. Agar yil o'rtasida pensiyaga chiqqan bo'lsa, mana bo'ladi-yu, noyabr oyida pensiya rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin yoki dekabr oyida. Shunda ham shu noyabr oyidan 2 oyga, ya'ni noyabr va dekabr oyiga imtiyozni qo'llash imkoniyatlari ham bor. Bunda ham o'sha hisob-kitob qilinadi. Faqat pensiya guvohnomasi soliq organiga taqdim etilishi kerak imtiyozni qo'llash uchun.